Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Carol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan birga Super Ninja toshbaqalardagi Mbappeni full qilamiz. Bugun Dream League Soccer 2026 o'yiniga World Cup Winners o'yinchilari keldi. Yamal eng kuchli right winger o'tgangi 2025 kartasidan bitta yaxshi, bir level yaxshi. STR'si 92 bo'lar ekanmi, 91 mana shunaqa ekan. Rodri eng zo'r defensiv midfielder. Anchorman, u bilsanglar bilarsizlar, eng kerakli o'yinchi. Pogba 86 eng kuchli semalardan. 87 bormi degan yo'qmikin, bilmayman. Martinez hisoblasanglar mana 83-84 bo'lsa, 83 bo'lsa ham 86 oladi. 83-84 bo'lsa ham 86 oladi. 84 bo'lsa 87 bo'ladi u Martinez. Demak, bu Martinez 86 ni yarmida deydimi shunaqa. Xullas, bu ham 86 larda eng kuchlisi hisoblanadi. Enzo Fernandes o'zini kartasi ichida eng kuchlisi, lekin DM o'ynatishga umuman maslahat bermayman, chunki SM o'ynatish kerak buni. Joy unchalik farq qilmaydi Dream League'da, chunki bo'yi past DM'da tura olmaydi. SM o'ynatish kerak asosan. Balansirovka qilish kerak buni faqat. Masalan, to'lka fitness, to'lka anaqa texnika berish kerak emas bunga. Kukurelya Dream League'da buni statistikasi pastligi uchun ancha ko'tarib berishibdi. Bu fashi zo'r ful bo'lar ekan. Speed, acceleration, stamina 100, STR 90, tak 90, pas kun 90 bo'lar ekan. Mana shunaqa. Kubarsi 5 ta 100, i pas 90 bo'ladi. Yana 1-2 toshib qoladi. Powerga fashi qiziqmadim lekin. Bu power bo'yicha to'liq ma'lumotga ega emasman. Yaxshi full bo'lmaydi menimcha. Bo'ladi. Speed, acceleration, stamina 100 bo'ladi. STR 90 bo'lsa, bir takam bir 95 lar bo'lsa kerak. 31 kunga kelgan bemalol tushirib olsanglar bo'ladi. Hatya bitta. Qani biz o'zimizga qaytamiz. Super Ninja toshbaqalardagi Mbappe eng kuchli kafa Dream League Soccer 2026 da eng birinchilarda turadi. Full qilish ham fashi zo'r. Yo tepadan 400, yo ana 3 ta mayog'dan 600 chiqarsa bo'ladi. Xullas, yana xotira to'lib qoldi. Mbappeda avval garochi. Xullas, ko'ach berishni davom etamiz. Aytgancha Williams full bo'ldi. Vashi zo'r statistika. Vinida fullolmagan yarasha Williams menga berdi-yu. Xullas, endi sekin Mbappeda qo'yib olamiz. Qani sekin berishni boshlaymiz. Fitnessdan boshlayveramiz. Zo'r boshlanishga stamina. Testleri. Yana hisoblamamabmiz. İki testleri tezlanishga tushdi. 95, 85, 76. Zo'r. Stere ham 75 bo'lganda. Zo'rlar. Yaxshi. Stere o'tib ketyapti. 77 bo'lib ketdi. Speed 97 bo'ldi. 98 oldu tezlanish. Yetib oldi Stere. 99 onda 9 oldu. Bitta tushsa full bola. Bu cin nima bu?
berib yuboraylik. Ko'z temasin so'z. Yana. O yaxshi. Bundan hozir tepadan 4 ta, pastdan 2 ta chiqaramiz shekilli. Stari vashi ko'p yuboryapti. Bu ham o'xshamasa bilmadim. O'zi. Yaxshi. Zo'r. Texnika beraylik-chi. Yaxshi. Hozircha yaxshi. Zo'r. Ko'z tegdi ana. Yana ko'z tegdi. Vahshiy ko'z tegdi boru. Zo'r. Mbappedan 400 chiqdi. Takka ko'p yuboryapti-yu. Endi o'ylash kerak. Stara full bo'larmikin? Riskdan pastga berish. Tez berib yuboraylik-chi. Voy! Ado bo'ldi. Bir pasda full bo'ldi-yu bu. Nimaga bunaqa bo'ldi hozir men tushunmay qoldim. Past 91 bo'lib qoldi. Yo, akkaunt omadsizmi yo men omadsizmanmi? Omadsizmanmi? Vahshiy full qilish o'xshamayapti oxirgi paytda. Ammo yaxshi full bo'ldi ham. Hammasi ko'k. 5 ta 100, 2 ta 90 plus. Yaxshi. Buni nima qilaylik yo? Sotib boshqa full qilaylikmi? Niza toshbaqaladi. Bu eng oson full bo'ladigan, eng oson 600 chiqaradigan o'yinchi. Qanday bundan ham 500 chiqarish mumkin? Ammo menimcha yaxshi ham bo'ldi shekilli. Bittasi 95, bittasi 91. Bitta takka yeganda 95-90 bo'lganda chiroyli turardi-yu, ammo 95-91 37 bo'lganda sal g'alatiroq bo'lib qoldi. Bilmadim, buni o'zingizlar yo kommentga yozarsizlar, boshqatdan full qiling desangiz, masalan, ovozga qo'yib yuboramiz bemalol. Sotdinglar desanglar sotaveraman, sotmanglar desanglar qolaveradi. Xullas qaror o'zingizlardan. Qanaqa full bo'lganini o'zingizlar aytarsizlar. Kommentda kutaman. Kimga full qilaylik, shuni ham aytib ketarsizlar. Keyin Telegram kanalimga ham o'tish esdan chiqmasin. YouTube kanalimni shapkasida turibdi. Ekranlarga ham chiqarib qo'yaman. Hammasini sog'lomlashtiraylik-chi. Jarohat yo'qmikan? Ketdi. Mbappe zaxiraga tushib qolyapti. Mbappeda left winger o'ynab ko'ramiz. Ama o'ynatsak.
Keyin Messiga joy yo'qdi. U Fulqiyamizdan keyin o'zidan o'zi o'ng qanotga tushib oladi. Keyingi joy topish kerak endi. Bo'pti, bu zaxirada turib turaversin. Bu ham masalan keyin bilan Mbappe pasti bir xil bo'lsa kerak. Keyindicha taktik kuchli-yu, lekin statistika o'xshash. Mana va World Cup Winners'lar tez orada ochamiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Hammanglarga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Xayr.